Uyğur yazğıçısı Jالالىدىن بەھرامنىڭ كۆمۈرچى بالا namlıq romanı. Bu roman Belqut şirketida ovozga elinib, Belqut to'rida anglatildi. Ular ravaqqa berib ro'bro o'ltirib ustalga jaynakladi. To'g'liq ravaqqa kagichilik bo'lgan oraliqdagi echilgan ham echilish oldida turgan gul taxtalariga olma, o'rik, nashbut, shaptul, algrad qatorliq bo'liqqa kirgan ko'chatlardagi tuxumdek so'zilayotgan mevalarga, olib bo'lgan o'rik qo'rilariga, yeşil koridordagi shuncha zich sangilishib turgan xilma-xil sortliq üzüm saplariga qarab hayronlik qoldi. Texi bu hayvatlik ravaq ham atrofi jinasda o'rmonliq bilan qoplangan yop-yeshil ko'lga qarab, bu olam baxmi tangsiz olam ekan. Dehqonlar umri bo'yi jafo tortib yaxshi kun ko'rmaydi ekan. Ba'zilar bo'lsa qandoqdir shumliqlar bilan umrini cheksiz farog'atda o'tkazadi ekan. Deganlarni ko'nglidan o'tkazdi. Tug'luq, jimib qoldingiz-ku. Nayma qo'l yuzlaridagi qorini surtib o'tmay so'zlab o'tadi. Bu hol tug'luqni ruhiy besimdan xalos qildi. Pida hammani debdi ha. Xafa bo'ldingizmi? Qarab turib tuhmat qilyapsiz. Xafa bo'lmamdim amsa. Amsa tilli veling. Namina pusuqqida kulvatdi. Ha rost, Pidaga nima deb javob berdingiz? Nima deydim? Pulini og'inib rost dedim. Chaqchaq qilmang. O'ylab beqing. Hey, saran qizvola, oshundoq demasam Pida sizni nima deb o'ylab qola? Nayima o'ylanib qoldi. Demasimi to'g'liqning bergan javobi uni xeylilar jiq satchilikda saqlab qopti. Bo'lmasa Nayima to'g'liqqa kuyib qopdi. Ersirab qolgan boyning qizining topgan helisini ko'mamdigan. Zodi cho'ng shaharlarda yashagan qizlar ashunda qilin, ko'sqida ilmiki ko'p keladi degandek gaplarni tepishi osonli edi. Nayima nima uchun shundoq deganlik? Dadisining yo'lsizligidan og'ringanligi. Shunga kechirim so'rab, yuragiga besim bo'lib atgan satchilikni azroq bo'lsa-mu yeniklatishni o'ylaganligini tuz ko'ngli bilan tushuntirdi. Nayima garchi bir boy amaldorning qizi bo'lsa, lekin uning yuragining qanchalik pok ham beg'ubar ekanligini his qilgan to'g'liq uningga boshqacha hurmat iftixor bilan uzun qarab ketdi. Bo'libmi qizning samimiyat nurlari yelinjab turgan ko'zlari etqusiz chiroyli ham go'zal ma'nolar bilan chaqnaydi. To'g'liq, o'tganda siz o'qigan she'rning yashmisini shundoq bilgim bor edi. U tajallining Qashqarlik do'sti Nazarbek Selim-axun qoziga beg'ishlagan qasidasi. Qashqarlik bu odamning o'ngi qora bo'lsa kerak. Tajalli boshdan oxiri Qur'onni madhiylab ajoyib falsafalik qonuniyatlarni yashgan. Men 7-sinfda o'qiyotganda adabiyot muallim bu qasidani o'qib bergan edi. Mening o'ngimmi qora bo'g'ashqa bu she'r yarab ketib, boshdan oxiri yodladim. Sizni qora deyishga bo'lmaydi. Siz degan bug'doy o'ngi tava. To'g'liq o'tganda o'qigan she'rning yashmisini degandan keyin u o'zini unutgan holda hayajonlanib she'r o'qidi. Qoraliqdan dur sanamlar sochi qoshi dil g'arib, qoraliqdan topdi qimmat anbaru mushki tatar. Asliga raji'a bo'lur har shay musallamdur bu so'z, asli har shayning qoradur kuydirib ko'z oshkor. Haq kalami qara xat ichida tajalli ko'rsatur, ahli binishqa qaraliqdan emasdur ey buar. Nayma to'g'liqqa zuxlanganicha qarabli qoldi. U o'qigan she'rlarning yashmisini deb bo'lgandan keyin tajallining qora rangni madhiylab, oq bulutdan qora bulutning yomg'iri ko'p bo'ladiganligi. Agar men qora bo'lmasa, mahbubalarning husni bahori gul ochmaydiganligi. Tangrining ilm hikmat xazinasini qora lo'qmonga berganligi, hatto Qur'onda qora kecha degan oyat baldur, kunduz degan oyat keyin nozil bo'lganligi.
qatarlıqlarni deklamasiya qilib yashmasini tushuntirganda Naimaning ko'ngli shunchalik zo'q ishtiyoqlar va sharbatlar bilan to'ldiki, agar Hoya uni to'sib qolmagan bo'lsa, Tug'luqning bo'ynidan quchoqlab olg'isi keldi. Tug'luq, hozir men nimalarni o'ylayapman bilamsiz? Naima yigitning ko'zlariga qaradi. Qani, deb beqingmi? Siz hozir meni tillaydigan gaplarni ichingizda saylabyapsiz. Tug'luqmi uttirla javob berdi. Meni Qora Botur, Qoraxon podsho, Qora ranglar podshohi degan tillar bilan tillab bo'ldingiz. Endi qilib qolgani Qora chumalar, Qora o'g'loq, Qora hojimlarni davasangiz ikkimiz olmagan bermaganli bo'lamiz. Hech uqolmadim. Men qora bo'lganligim uchun qora ranglarga o'shmi yoki qora ranglarga o'sh bo'lganligingiz uchun menga o'shmi? Ras, men sizga o'ch. Naima bir dilla munglanib qoldi. Uyqumni, xiyolimni, xotirjam tinish kunlarimni buzgan sizda qora ko'z, qora qosh, qora choch, qora yuzni tishlab olsammi dadim chiqmaydi. Kömürçi bala qizning qalbidagi kirsiz bir go'harni ko'rib qoldi. Amisa tishlang. Tug'luq yuzini tutib berdi. Qiz qizirib yerga qaradi. Yuragimdagi gapni qilsam, o'ch odam siz emas, men bo'lishim kerak. Rost emasmi? Men holimga baxmay yerdagi bir parqiroq qo'ng'iz turib, osmondagi cho'lponga qo'l uzatsam, aslo mumkin emas-ku. Mening tinch, tevishsiz, oddiy turmushimni buzgan siz. Endi men sizni oy pari, oy ruxsor, oy go'zal degan gaplar bilan tillaymi? Tug'luqning uzun kirpiklik cho'ng ko'zlaridan ikki tomchi yosh do'milab tushdi. U yer beqib o'ltirgan Naimaning ko'rib qolishidan nomus qildi bo'lg'ay, o'rnidan turib, ravoq palampiyadan tushib ketdi-da, gul taxtisi oldida to'xtadi. Bundan keyin kelanmayman. Tug'luq oqsiga qarmay asta shivirladi. Sizni tunji ko'rgan kunim, bir kecha oyga hamra bo'lib yig'ilganlarim. Siz uchun edi. Buni sizdek esil zodi qizlar his qilolmaydi. Azaldan zovulimiz mushundoq yaralgan ekanmiz. Shu turmushga ko'nmakdan boshqa amalimiz yo'q. Siz bilan yana ko'rsam, azoblarim texmi cho'nqirlashidi. Yurak yoralarim qonaydi. Qalb pinhonlarimdagi alamlik nidolar qon zardabga aylanadi. Tug'luq, biz Naimam yig'lagan edi. Bundan keyin do'st bo'lib o'tsak bo'lmamdi? Talabim yuqori emas, faqat ancha-muncha tillasaq. Xuddi bugünkidek. Menga qo'shilanmaydigan, lekin bir-biriga ko'ngil berishgan qiz yigitlarning do'stligi oqibat xayrlik bo'lmaydi. Buning oqibati o'lim yoki bo'lmasa biror fojia bilan oxirlashadi. Xo'sh, men ketdim. Endi meni avara qilmang. Naima gulla o'ttirsidagi chaqchuqliq chig'ir yo'lda ketayotgan Tug'luqning oqisidan yetib keldi. Ular darvoza oldiga chiqishig'ila mashinadan amdili tushgan turdi Hasanga to'qirishib qoldi. Naimaning chiroyi bir damdila oqirib, nima deyishini bilmay qoldi. "Ey, nimanda qilindimisan?" O'rtaydi turdi Hasan. "Sen poskani qilmagan mening docham qoldimi?" "Qizingizdan so'rang, nima qilganimni u deb beradi." "Poh, gaping yo'g'ongo sening." Turdi Hasan Tug'luqning ko'chtiga birini soldi-da, oqidan yoqasiga esildi. Naima vaqirgan peti yugurib kelgan edi, uni ittirib etdi. "Qani, gap qila. Ajab bu dochaga ko'nib olding-a? Sen o'g'ri bo'lmasang, nima uchun bu darvozadan oylanib ketanmaysan?" "Men bir ko'murchi. Xaridorlarimning ko'mirini ho'ylaramlarga akirib beraman." Tug'luq ochchig'ida qizirib ketgan edi. "Nimanda g'araz uqmaydigan odamsizlar? Nima deding?"
Turdi Hasan urmoqchi bo'lib qo'lini ko'targan edi, Tug'luq uning qo'lini tutib oldi. "Qo'yvat qo'limni, hey zangi! Voy 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 qo'lim!" "Jinim dada, nimaldoq yo'lsizlik qilasiz?" Nayima yig'lavatdi. "O'tgandimi yuzimni tushirib qilmagan askiligingiz qolmadi. Qo'yveting uning yaqisini." "Uyga kirib keting." Vaqirdi Turdi Hasan. "Nima degan past ko'ngil qizsiz?" "Qo'yveting yaqamni. Dadamdek odamkansiz. Qo'lim tegib ketmasin." Tug'luq oqiga dojgan edi, Turdi Hasanmi billi keldi. "Beka urdingiz. Qizingizning yuzini qildim. Bir katta amaldormi shundoq o'ktam bo'lamdi?" "Paskini og'zingdan yig' divona." "Dada, undaq qilmang deyman." Tug'luq Turdi Hasanning engiga olqinini tirab bir ishtirgan edi. Tug'luq Hasan nech qadam yerga tulanglab kelib o'ngdisiga yiqildi. Lekin tugmalari uzilib, yoqisi yirtilib ketgan Tug'luq harvisining qishig'i bodida etini burab ketib qoldi. Turdi Hasan ho'yliga qadam ola olmayla qo'llarini shiltib, tukuruklarini chachirtib, chalvaqib vaqirabli ketdi. "Qani, sen Ayaz! Hey, Ayaz degan ho'l chalma, nega qolding deyman?" Shu asnoda Xalay uydan chiqib, palanpayla o'ttirsida to'xtadi. U erining vaqirash-chaqirashlaridan yanala qizi to'g'riliq saprasining o'rlab qolganligini bilgan edi. "Jinim dada," dedi Nayima yelingan talaffuzda. "Ayaz kam qaynoqda ayolaning o'limini uzatyapsa." "Hay efendim, her qancha odam o'lgidek cho'ng ish bo'lsa-mu uyga kirib chechiling." Xalay ochqida so'z titravatdi. "Qo'lim qo'shna tala tuzda ketayotganlarga o'yin qo'yib bermoqchimisiz?" Xalay hujjat bilan Turdi Hasanmi uningga so'ngdishib kirdi. Har ikkilisining ochiqi yanadigandak emas edi. Xalay erining chalvaq qoshlarining sababini obdan bilardi. U boya hujra derazasining pardalari orasidan qizi Nayimaning ko'murchi balani ravoq tarafga elib ketayotganligini ko'rgan edi. Beshidan ko'p issiq sovuqlar o'tgan bu bechora ana 10 kundan beri jimg'orlashib, gap so'zdan, kulki xo'shlikdan qilayotgan qizining dardini obdan tushunadi. Gerçi o'zi dastlabda bir ko'murchi balo deb kamsitgandek qilgan bo'lsa-mu, ko'nglida "Tova, san sifati ajab qamlashgan, suyiki chiroyli balikana" deb zo'qlangan edi. Shunga qizining boyiqi changaldab gap qilishlari, tatliq kulkillari, xushal kayfiyatini ko'rgan Xalay uydan chiqmay o'tirgan edi. Biroq erining Nayima uchun bundoq ko'ydi pishdi azvaylashlari xuddi tulkining hijishi cho'ji uchun, qog'ining qoqildishi lo'qma uchun degandakli bir ish edi. Bo'lsa qizini bugunla luxcha qovus satanga tutib berib, oltin dukunini echib olsa, qizining dadi pig'oni bilan nima ishi? "Men sizga qanchilab dedim, mushu Ayaz degan non qipini haydayli" deb. Turdi Hasan hujumini Nayimadan boshlashni xohlamadi. "Mana, dochaga ot eshak, itmish kirsimi hech kimning chattig'i yo'q." "Efendim," Xalay badam qapoqlarini lappida ko'tardi. "Gaplaringiz ro'shanroq bo'lsin. U odam hozir qadinisining tuproq beshida yosh to'kib o'ltirgandu. Yosh to'kamdu, qon siyamdu, o'zining sho'ri." Nazir qo'llarini shiltidi. "Mana o'tganda tillab qo'radan chiqarib etgan helqi zangi bugun yana dochaga kiribdi. Kim biladi u o'g'rimi, bulangchimi yoki buzuq ablaqmi?" Oysimaning qazo qilganiga 8 kun bo'ldi. Texi tunugilla qaynoqda 7 nazirsi o'tkazildi. Xalay bilan Nayima qatnashib tegishlik iqtisodiy yordam qildi. Lekin nazir qarsinimi ko'rsatmadi. Mana amdilikda o'zining sho'riyi davatidi. Xalay yerini tunji qitim ko'rayotgandek, uning ko'nglining shunchavala qardab ketganligiga hayron bo'lib Turdi Hasanning xunuk semiz chiroyiga nafrat bilan tikildi. "Nima deganingiz bu?
birovni o'rinsiz ayblasangiz bo'lamdi. O'g'ri, bulangchi, buzuq ablah degan gap Xaloyning g'azabini keltirgan edi. O'zingiz ko'rdingizmi? U o'z kunini orolni elib ketayotgan yavash yumshoq ko'murchi bola-ku. Siz uning ichiga kirib chiqdingizmi? Bir kechada hammani bo'g'izlab, qoq sanam qilib qo'ygandilar, ishinamsiz? Turdi Hasanning ko'zlaridan o't yinib turadi. Xat, Oyoz divona, qo'ynoqdingu uy tutmaydigan sen. Ko'ttingi tepib tovonga tayandırmasam. Onda qilsangiz Oyozga bayram bo'ladi. Bilamsiz, xo'shallik bayram bo'ladi. Xaloyning bu bir eg'iz so'zi Turdi Hasanni lassida bo'shitibdi. Aslida dochi selingan 15 mo yer Oyozning terilg'u ham bog'liq yeri edi. Bu yerni yezi boshlig'i bilan kent boshlig'i birlashib, cho'ng bir qurilish shirkatining xo'jayiniga setib bermoqchi bo'lishdi. Albatta, ular o'ttirdan oladigan sherin kanaga mahliya bo'lib qolgan edi. Biroq Oyoz ham Oysima yerini setishga unamadi. Oxiri bu xotinlarning qurilmoqchi bo'lgan dochida maoshli xizmatchi bo'lib ishlaydi deb bekitgandan keyin yer qurilish shirkat xo'jayiniga setildi. Aslida qurilish shirkatining xo'jayini Nozir Turdi Hasanga doch selib berish badaliga bir cho'ng qurilish sodasiga ega bo'lmoqchi edi. Lekin to'p turtish mashinasi, uy, choyxona, eg'il, o'ylaramlarni tuzlaydigan chaqda Oyozning 70 yoshli opisi Nurbanim o'yli o'ttirsida yetib oldi. Bu chaqda kent boshlig'i o'ttirga chiqib, Oyozning yana bir talabini o'ttirga qo'ydi. Bu shart Turdi Hasanning gajgisini qo'rib ochchig'ini keltirgan bo'lsa-mu, dehqonlarning besimi, boshqalarning sala sulhi qilishi bilan mundaq tilxat yozildi. Menki Turdi Hasan o'g'li, shol to'g'riliq tilxat beramanki, qurilmoqchi bo'lgan dochining maoshli xizmatchilari bo'lgan Oyoz ham Oysimalar har xil sabablar tufaylidan qoldirilsa, mushu 15 mo'yadin 3 mo'yani ajratib 3 eg'iz uy selib beraman. Deb shohid va guvohchilar. Shu chaqda dedi Turdi Nozir paskoyga tushib. Oyoz xotin ikkisi 300 so'm maoshga qo'shilgan. Biroq 3 mo'ya, 3 eg'iz uy jidili texi tuyuqsiz chiqdi. Meningcha kent oqsoqili qutratquli qildi. Bo'lmasa Oyozdek yavash, sodda, mo'min dehqonning yodidimi yo'q edi. Xaloy birdilla quloqlarigacha qizirib ta'tir qarab oldi. U Oyoz to'g'riliq erini qayta chekib boqmoqchi bo'lib, divanga cho'kkanicha xiyolga ketgan eriga qaradi. Oyozning 3 mo yeri bo'ladigan bo'lsa, qalamchi tikib, ko'ktat terib yoki boshqa iqtisodiy ziroatlarni tasimo beyib ketadi. Hey! Turdi Hasan beshini chayqadi. Shu chaqda o'sha tilxatni yezib, meni hajab qara bosgan emdi. Mana emdi. Bir obdan ishlayotgan odam hajab ko'nglingizga sig'may qoldi. Xaloy Turdi Hasanning chiroyiga zan soldi. Uni ketkizib-sangiz, yana baribir dochiga qish-yoz qaraydigan xizmatchi topmasak bo'lmaydi. O'g'o shundoq. Endi shu Turdi Hasanning ko'zlari g'ilpalladi. Sal to'xtalganroq dehqondan akilaylimikin deyman-a? Xaloyning butun vujudi ajoyib sirliq bir iqin taptida titrab ketdi. Chunki Turdi Hasanning gapining uranidan kundashlik purig'i kelib turadi. U Xaloy ancha sinakab ketmagan jarohatning eg'izini buzib, jarohat egisini sherin azob o'chqaga o'z qo'li bilan tashladi. Turdi Hasan qizi Naimadan olinmagan o'chini Oyozdan elayotganligi aniqli edi. Chunki uni beram qilayotgan lo'qma boshqa edi. U qovul, qomlashgan, vujudidan kuch temib turgan 46 yoshlik Oyozga hasad qiladi. Gerçi Xaloyning fazilatlik ayol ekanligiga ishonsimi, yanada ko'ngil to'xtatmaydi. Xaloy erining so'zidan shuni jazmlashtirdiki, erlik qarzini ado qilmagan bu zaif mijoz odam
o'zidan o'zi xudiksinib ham gumonlanib yurganligiga ko'zi yetdi. Shunga Xolqay o'shiqcha gap eshakka yuk deb o'yladi-mu, ish qilib indamay jim o'ltirib oldi. Lekin bütün Asiyada oltin do'konida qolgan Turdi Hasanning ichida minglagan chumolilar qimildayotgandek o'ltiramay qoldi. Dunyoda qizvoladek duyet, ahmaq, sarong, aqlsiz bir nima bo'lmasa kerak, deydi u ichida shivirlab. Qarang, bir istiqbolsiz ko'murchiga qilgan iltifotining yuzidan birini qovuzga qiladigan bo'lsa, oltin, zibu zinnatlarga ko'milib ketmasmidi? Turdi Hasanmo ko'zlagan rejasiga osonla yetadi. Chunki qovuz talvining do'lisiga urib, birla "voy kush" deb qo'ysa, dodis do'xning naq jon yeridan oladigan ishda u. Qisqasi, o'zi o'sib yetilgan jilg'ining tulkisiga eg'iz salolaydigan toyganning o'zi. Hattiginay. Naymadan iborat bu guhar bilan oldida yo'g'onlik qilib barang ko'stiyotgan ag'zam to'ridek bir tog'nimi hech kuchimayla o'ziga egallaydi. Turdi Hasan birdilla ag'zam to'rining Xolqay bilan so'zlashib ko'ray. Menda ayollar ko'rsa hushini yo'qotqidek bir narsa bor degan so'zlarini eslab qoldi. Uning ustiga kenji qizining to'yini muboraklab kirib qo'ydigan rasmiyatmi bor. Bu fursatda Xolqay erib qolsa-mu ajab emas. Xolqay, ag'zam to'ra kenji qizining to'yiga qopdi, dedi Turdi Hasan ko'zlarini apqichib. Yiroq yaqindagilarning oyig'i uzilmay kelib muboraklavatidi. Nayma ishqinglar berib qo'ymasanglar musat bo'lamikin? Turdi Hasan Zarifxon og'ichining topitanilari o'zining yo'g'on etib Xolqayni oqlaganligi qatorliqlarni so'zlab berdi. Yumshoq ham yelangan erigan Xolqay eriga lappida qarab qo'ydi. O'zim boray. Naymaning bo'ynini bog'lagan bilanmi, baribir u ota-bola shahvatxo'rlarning qishig'i bormaydi. Bo'pti. Turdi Hasan yaltida qarab qo'ydi. Oyoz atigacha kelib qolarmi? 7 nazirni o'tkazib bo'ldi. U bugun ata qaytib kelaman deganda qolgan. Balkim bugun kech kelib qolar. Nima? Biror ish bormidi? O'g'illik etganda men shaharga kiraman. Obzar xo'ja Qatar chayini Oqqu aramgohida 3 kun o'tkazib bermoqchi, dedi Turdi Hasan ayolining o'dilidagi karvatga kelib. Oyoz meni Obzar xo'janing uyiga tashlab etib, sizni ag'zam to'rining dochisiga aketmamdi. Tashlabqining oldidagi Savit bozoridan 5-6 patnos tatqirim raslab opamisam, o'qiri egiz Zarifxonning nazaridan chiqib qolaman. Rasm qoida shu bo'lgandan keyin obdanroq qiling. Turdi Hasanning ko'ngli joyiga tushgan bo'lishi kerak. U Iran yezi bozorini aylanib kelay dedi-da chiqib ketdi. Uning qop-qora yaltiroq sanpanasi cho'ng darvozadan chiqib ketganligini derizdan ko'rgan Xolqay qizining hujrasiga g'ippada kirib ketdi. Tug'liq bilan Naima o'ttirsidagi hasratlik suhbat. Turdi Hasan bilan tug'liqning mojarosi. Nazir shundaqla Xolqayning sirliq paranglari qaror topgan shu kuni zavon vaqti bilan Tarsu kentidagi zehri piyanjuk Amrulla buvayni yo'qlab kirdi. Assalomu alaykum Amrul dada. Kech bo'lsa-mu yo'qlab keldim. Qo'ydag'roq ahvoling. Bir necha kun bo'ldi. Yo'qlabmi kiranmadim. Kel zehri balam. Barang tegidagi sufida o'ltag'an buvay o'rnidan midirlab qo'ydi. Yo Allah, musha malida senla meni yo'qlab tursan-jumu? Endi qara. Malimizda bir tavarruk bo'lib qoldim. Zehrining qarichiqlari godonga tushib ketgan qora mojandek paqirab turadi. Seni yolg'izlik tatib qolmasin deyman shu. O'tira bo'y chiroyi seriq, burun uchini qip-qizil qapartmalar qoplab ketgan
et tikanlashib ketgan bo'ynida ko'k dog'lar pol tiyib turgan, o'ri ko'z, yangoq sumaklar cho'qchiyib, qovuzlari cho'kkan 30 yoshlar atrofidagi kapki-shapki kiyib olgan Zikri kir qo'l yog'liqqa chigilgan bir narsani ko'targanicha supaga kelib o'ltirdi. Bizning bog'dagi heliqi sen ulab bergan bejinar o'rik sog'irib qapti ekan. Zikri qo'l yog'liqini buvayga sundi. Bosh burniga seni eg'iz taksin deb akirdim. Rahmat, bolam, rahmat. Buvay oppoq bomba soqollarini siypidi. Tug'liq yo'q chog'larda suyimni to'shib, bog', ko'k tatliqlarni o'tab, sug'urib beryapsan. Şumu yetmesmidi balam. Tug'liq bo'lsa, ommanni zamonga bermay ishlavatgan. Zehri nelergudu qarab so'zlayotdi. Shunga sana azroq qo'l qanot bo'lmasam bo'lamdi. Rahmat. Xudoyim bir jiningga ming jon bersin balam. Amirla buvay bir narsani deyolmay delig'ulliq ichida saqlanib siypidi. Lekin balam, sen to'g'riliq qamlashmagan gaplarni anglayman-a? Men to'g'riliqma? Birdilla chiroyi o'ngan Zehri damalla o'zini tutib oldi. Bilmadim. Bilaman. Shu do'konchi shoyidin nesiga haroq ichdi, 5 mo zig'irni qimorda utiribdi degandek quloq yoqdi gaplardir shu. Shu gaplar. Buvay boshlarini gildanglatdi. Anglab, "Ya Rasululloh" deb yoqamni tutib loqabdiman qara. Bu palpatish gaplarga senmi ishonib qopsan-da? Zehrining quymoqdek qo'rilib qolgan yuzi purishdi. To'p terak, qora xo'ja, hatto shahardanmi qara. Sonlim 5 oyga kelayotgan elchilarning oyog'i uzilmayotdi degina. Tulxotin o'ti o'shgan o'choq deb opamning gapini kimmi ilik oladi deysan? Men kelgan elchilarga yoqa yurtga beradigan sonlim yo'q deb gapni cho'rtli uzvatdim. O'nglasam u xumsila chidamay oqamdan gap tepib yuribdi. Men 360 kun etizda yursam, mening arvohim ichib yuribdimi? Mundaq degan bolam, ras 5 oy bilan og'inang pida. Heliqi yangicha nima deytdinglar, xudoyim? Shundaqmishkan deb anglayman-ku. O'g'u shundaqdi. Ammo mushukning puli yo'q, bezga amroq degandek, to'y qig'idek vaji yo'q odam saqil tevasi bo'lamdi. Shunga, "Voy pida, ujman qachon pishidi sening?" deb qo'yib edim. U zot tatdimi nima? 5 oy oldirsa to'y qilaversin debdi. Zikri o'yladiki harbaga qarab qo'ydi. "Voy, bugun so'da bo'lmaganmi nima? Qolt ko'mirlarning tang yerimi eshib qopdi-ku." Shuni demamsa, bolam. Amrulla bosh chayqadi. Tug'luq tush peshin bilan xopa qaytib keldi. Gap so'rasam, tuzukmi javob bermay chiqib ketdi. Sizlar og'ini bo'lgandan keyin uning ichidikini bilib baqsanglar bo'ladi. Buni men bilaman Amrullada. Og'riqni yoshirsang o'lim oshkora degan gap bor. Zehrining ushliq ingikini qamallab bir haza bosh chayqishidan buvay bir damdila andishiga tushib qoldi. Hey, chataq. Qani, degana bolam, tug'liqqa zodi nim bo'pti? Biz 4 og'ina peshindan tortib pidaning uyida tug'liq to'g'riliq bosh qatirdik. Nima? Buvayning yuragi ansiz selib ketdi. Tug'liq biror peshkanlikka uchirgan o'xshamamdi. Tush peshindan o'tganda Zehri o'tin yerib etib, o'ylining sho'r temidan tug'liq bilan Munurning beshini ko'rib qoldi. U paltisini qo'yib, bo'yinda xeyli uzun qarab turdi. Ular ikkisi ta'tir sugat qoplagan xolt ko'chaga qayrilayotganda Zehri pidaning uyiga bordi ekanda.
deb jazmladi. Әмді ularning oqisidan kirishni be'ab ko'rgan Zehri birər bahane tepishi kerak edi. To'g'ri, 3 kun ilgari eshak karvanining choqiga yel berish uchun oriyat olgan pidaning nasosi esiga keldida xo'shliqidan olqonlari ishqilab ketdi. U yeriyotgan o'tinni tashlab nasosni oldida pidaning uyiga jo'nadi. Sahradagi dehqonlarning qo'rov joylari shaharliklarnikidek to'liq puxta yasalmaydi. Ba'zilarning odatdagidek darvozalari bo'lsa, ba'zilarining qoral bilan to'salgan bo'ladi. Fasil tamlari paka ham sho'r. Uylarining eshiklari hangarqay ochiqlar, etizda ishlayotgan ahvollarmi yo'q emas. Texi ishtlari shunchalik ko'rilishib ketganki, ular tumshuqlarini chivillariga tiqib kashkicha uxlaydi. Sirtdan yot odamlar kirib qolg'dak bo'lsa, bu boyqush bizning xo'jayinning yaqinimi emasmi? Ho'shaymi, ho'shimaymi? Ho'shsam xo'jayin xapob qalamu. Voy bo'ldilar, nim bo'lsa bo'lmamdi degandek yotgan petib bo'ynini singayan qilib bir haza qarab ketadi. Mana shu turqida nasos ko'targan Zikri ho'yliga bahraman qadam oldi. Dolan uygimi kirdi, lekin hech kim qarshilik qilmadi. Shunga u mehmonxona uyida bo'linayotgan gaplarning hammasini behmu aniq angladi. Ondan uyga usibli kirdida to'limdan to'qmoq chiqqandek. Hey og'aynilar, to'g'liq qiz ap qochsa, birsang ot, birsang qamchi bo'ladi ekansan. Endi Zehri degan bir og'aynimiz bor edi. Kuzatchilikka bo'lsa-mu yarab qola deb qo'yishmadingmi? Har qaysangning qiyomatlik og'aynilar deb yuribdiman. Dətli çalvaqab ketdi. Zehrining Əmrulla buvay oldida biz 4 og'ayna to'g'liq boshqa turduq deb po etishi ani shu ish edi. Zehri pidaning uyida anglavagan turdi Nazir, Naima, Xalay ham to'g'liqlar o'ttirsidagi 2 qaytimliq uchrashish, shundaqla shu joyda bo'lingan gap so'z, mojarolarni ko'ptirib cho'ngaytib yetkazdi. Hatta turdi Nazirning bugun to'g'liqni bir qachat urganligini chala qo'ymadi. Birdilla ishchidan o'rlab kelgan g'azab Amrulla buvayning yuziga tepdi. U ochig'ida qizirib ketgan edi. "Qandaq yeri Nazir uning a?" dedi buvay vaqrab. "O'tmishdagi ma'sum shangyomi behuda odam urmaydigan. Og'aynalar Naimani apqitish kerak dedi. Men ularni to'sdim." Zikri buvayga yallit qarab qo'ydi. "Nozirning qo'lida huquq, qonun bor, pul bor. Olim adis to'g'liqni solitvatsa chataqda. Texi og'aynalar g'uljida qiz apqitish moda deb to'g'liqni kushkirtibatdi. To'sqining bo'lmabdi balam. Tegil bo'lmabdi." Buvayning ko'zlaridan chiqin chiqyotdi. Qizning rayiga bormagan havarishning o'shundaq adibini berish kerak. Bu maslahat qo'shgan qiz yigitni so'laydigan qandoq pichoq qonunkan u. Undaqda g'uljida qiz yigit qolamdi. Bu Amrullada Zehri duduqlab ketdi. Amaldorlar bilan put tepishib, bu chaqcha kim foydalangan? Onundan ko'ra to'g'liqni mushu tor suvdan o'ylab qo'ysak bo'lmadimi? Buni meni o'ylamadi demsan balam. Buvayning xos tutgan qo'llari kirishib ketgan edi. Eng muhimi to'g'liq balamning roziligi bo'lish kerak. Men uning ko'ngli uchun 100 qatim, 1000 qatim o'lishga rozi. Zehri tunjiqib qoldi. U o'zini davomli yo'lab, qanot yetib kelayotgan to'g'liqni keng kushada siyg'ib ichish qo'yida sanglisi Beshir oyni bagisi bor edi. Shunga opsi ranamnimi ish qilib baxti. Tinim topmay ishlaydigan qo'l ilkida bor. Sehi ham mard mundaq yigitni Tarsu kenti Eran yesili emas, balki 7 iqlimdan topmoqni tasidi. Shunga Zikri doim to'g'liqning o'ylanishi to'g'riliq o'g'irliqcha ting-tinglab yuradi.
Mana bugun To'g'liq bilan Munurning birga ketayotganligini ko'rib, nasosni bahona qilib Pidaning uyiga kirdi. Ham anglaganlarini Amrul buvayga yetkazib, uning xayr-xohligiga erishmoqchi bo'ldi. Biroq buvay uning ko'zlagan yerdan chiqmadi. Shunga u nima deyarini bilmay pushildab o'ltirdi. Amrul dada, To'g'liq ko'rinmaydi-ku. O'zing biz 4 og'ayni bellaydiq deb atatding-ku. Ha, biz xeyli burunlar tarqab chiqqan edik, dedi Zikri teliqqandek bo'lib. To'g'ri, Munir bilan Pida To'g'liqning ish pushig'ini chiqaramiz deganda qilib edi. Eran bozoriga kirib ketgan o'xshamamdi. Sen bormabsan-ku. Sening bilan mungdashqim kelib bormadim. Zikri o'rnidan turdi. Men qaytay, bo'ldi, o'rnidan turma. Ko'k tatliqingdan ozroq o't yash elib olay-a? Al. Shu kuni To'g'liq o'ttir kechidan oshqandili keldi. U biror ishdan qattiq xafa bo'lgan chog'larda pivo ichib qo'yapti. Shunga buvay uni xijil qilmay dedimu, ish qilib qasdan xo'raktatgan bo'lib oldi. Amrullah buvay atsi degan choy vaqtida turdi nozir dojisida yuz bergan ishlarni osmoqchilab so'rab ko'rgan bo'lsa-mu, To'g'liqning og'zidan biror eg'iz gap qilolmadi. Balam, sen qandoqligi ish qilsang, men sana ham qon bo'la olayman, dedi buvay keskinlik bilan. Chunki sen aqlliq bola, hammani o'ylab qilasan. Naymani aqqichish o'yin bo'lsa, mendan ansirma. O'ylab baqsam, janobi noziri erimagidek. Jenim dada, ish u darajaga berib yetgani yo'q. Naymamu aqqachadigan qizlardan emas. U o'qimishliq, esilzodi qiz. To'g'liqning ko'zidan yosh chiqib ketdi. Lekin men bugun Nayma bilan orini ochiq qilib etdim. Nima? Qandoq ochiq qilib etding? Buningdan keyin meni izdimang dedim shu. Hey, ahmoq bola. Shuning bilan ish tugamdi, ha? Hey. Buvay bosh chayqadi. Har ikkinglar umr bo'yi nadomatda o'tisizlar. Amisi qanday qilay? Turdi nozirning oyog'iga tizlanib yolvoraymi? To'g'liq yoshlarini surtmadi. U degan bir tosh odam. Abadil abad erimaydi. Seningdek o'g'ilni 18 ming olamga chiroq yiqibmi topolmaydi, dedi Amrullah buvay hossini yerga urib. Bo'ldi, men o'zim berib so'zlashiman. Jenim dada, sening berishing hojatsiz. Men u qiz bilan orini ochiq qilib etdim dedim-ku. Endi ilashtirmagan sen qoldingmi? Ha, degina, u qiz qo'shildimi? To'g'liq damalliqqa bir nima deyolmadi. Qo'shilsin, qo'shilmasin, mening nima ishim? Mana demadimmi, bir ojizani o'tqa tashlab etdim degina. Voy, bo'ldilar. To'g'liq harvisini qetish uchun o'rnidan turib eg'ilga maldi. Ammo buvay o'g'lining yuragiga madad bo'lsin dedi-mu, ish qilib muni so'zlarni ochiq etdi. Balam, sen o'zingni oldimi? Bunda qilish nodonlik. Dunyoda yeshilmaydigan sir, hal bo'lmaydigan mojarolar yo'q. Nayma qiz ikkinglarning tili, dili bir yerdan chiqsalar, umid orzuinglarga yetalaysizlar. O'qirmanlarning muborak xotirasida bo'lsa kerak. Dachaga cho'ng darvozadan kirgandan keyinla so'l taraf qo'rining ang bo'lingida Oyozning ikki og'iz uyi cho'qchiyib turadi. Bu uyning o'dul qarshisida, ya'ni qo'rining o'ng taraf bo'lingida bir mashina qo'yish uyi bor. Bu mashina qo'yish uyi bilan hayvatlik dacha bina o'ttirsida bir taxta anarliq etizi bor bo'lib,
qıpqızıl məxməldək esilib turğan anar çiçəkləri həm anar xəməkləri xuddi çoğ kiçik panuslarga oxşaytdı. Maşina qoyuş öyi aldidagi chaqqangina sement maydonda Ayaz cho'ng temir bakdan nasos orqali chelakka benzin tushirib atadi. Oshpaz Oyat bu mashinani ho'l va quruq lo'ngida parqirtib surtib atadi. Bu tul cho'kan Oysima o'lib ketgandan beri nima uchundir Oyazga singayan qarab jimildaydigan bo'lib qolgan edi. Mana shu turqidimi qo'li ishda bo'lsa-mu, ko'zi Oyazning qamlashgan bastida edi. Ammo bu xotinning suyini qochirib qo'yaqdinda Turdi Hasan jiddiylashgan holda yetib keldi-da, Oyazning quliqiga nimalarnidir deb beshini silkidi. Oyaz besiyotgan nasosni to'xtatib qo'yib, uningga tikildi. Yeliqi bir chaqda Naimaning tug'ilgan kunida satlashgan porko'takdi. Uningga tetig'ichiligim bor. Lekin o'zlarining belli kirganlari yaxshi bo'ladi. Davotimango, O'rimchidan bir jo'jang og'inimiz kelibdi-kan. Helala telefon keldi. U hozir dochiga qarab kelib yetibdi, dedi Turdi Hasan sal jiddiy qiyofatda. Ha rost, pichqingni elib ol. Har ehtimolga qarshi tayyorlik bo'lmasa bo'lmaydi. Qani pichqing? Uyda, ustal ustiga tashlab qo'ygan. Bilqut xazinasi. Turdi Hasan mashina yuyayotgan Oyat bo'yga qayrildi. Siz Oyazning uyiga kirsangiz, ustal ustida g'iloblik pichoq bor. Shuni ochib bering, mana ochquch. Oyat bu g'alitila hijib ketib qoldi. Oyaz tərlərini sürtməyi nasosni basmaqda edi. Qara Oyaz, dedi Turdi Hasan ciddi tələppüzdə. Xal ay bir çağda qavuzni qattiq tilib etgan. Bu təlvə unutib qağını yo'q. Uning alpozi yomon. Şuna xal ayni hergiz yolg'iz yerim qo'yma. Uqdingmi? Qattiq sagaq bo'l. Tunazir, olim adis birər ish yuz versa, qinim qizg'iroq odamman. Vaqa tug'dirib qo'yib, soqchining qo'liga tushib qolsam. Qo'rqma, men ega. Soqchi boshlig'im Mahmud Ziyo mening yaqin og'inam ham savog'dishim bo'ladi. Turdi Hasan palampaylardan qo'l somkasini ko'tarib tushayotgan xol ayni ko'ribla uning oldiga tez-tez chamdab yetib keldi. Ham qo'llarini harakatlantirib, nimalarnidu degan edi, xol ay birdilla ochiqlab qoldi. Siz nimandaq gapingizda turmaydigan odam? Xoloy olqonlarga urdi. Tönigin billi barman degantingiz. Ajab bugun yoltib qapsiz. Bo'ldi, menmi ko'chadan taksi yollab baray. Jenim Xoloy, g'araz uqul. Hozir og'inam dochiga qarab kelibdi. Uni qatorchaga opirib bir o'yintib qo'ymasam bo'lmaydi. Turdi Hasanmu olqonlarga urdi. Agar taksida boradigan bo'lsangiz, shu osmonga miqqaqadigan to'ram og'ichilarning oldida nomusda o'ltirsiz meni. Ashu Ayaz haydagan mashinaga tushmayman. Bo'ldi, cho'ng yo'lda taksi tosiyman. Ular rosa taqallashib turganida Naima hujrasidan chiqib ularning qishiga keldi. Bundan Turdi Hasan xeyla jallandi. Qarang, qizim Naima, opingizning joyilligini. Apa, bo'ldi qiling-a. Dadamni to'la ta'nglikni qo'ymang. Oyazkanmu mashinani shundoq sila qaydaydi-ku. Tayinliq shu yaratmayapsiz, shundoq-ku. Aqlli qamzirak Naima, Oyazkanmu mashinani sila qaydaydi-ku. Tayinliq shu yaratmayapsiz, shundoq-ku deyish orqali opisining betxotliq bo'shkida sodir qilgan savallikini chechanlik bilan esiga soldi. O'lishkin Turdi Hasan mashinasi bilan yezi bozorga ketganda qizning hujrasiga kirgan Xoloy Naima bilan mundishib bo'lingan gaplarning hammasini degan edi. Bu ona bola sirdosh do'st ham bir-birining ayb nuqsonlarini ko'rsatib beradigan aynaklardan edi. Mana hozirmi Naima opisining kam aqlli qilganligini sezib qoldi. To'g'ri emasmi? Turdi Hasan kundashlik qilgan ekan, Xoloy nazar ko'ziga olmay bexaraman yurgandilar gumondorlardan xolos topdi.
Chunki qarshi taraf uning ixlosmand chiroyidan, tuz kirib tuz chiqishlaridan, salobatlik yutilib qo'yishlaridan ko'ngliga aminlik topadi. Uning aksicha eg'i bilan beg'ining tayini yo'qlik gaplarga qo'yib, "Sen kundashlik qilgan odamning mashinasiga chiqmayman. Nima o'yinlarni o'ynayapsan? Sening mashinangda o'ltamay taksida mangman" degandek. Chidamaslik qilsang, texi joyinlik bilan o'z gapingni yo'rg'ilassang, boshqalarning gumonini qo'zg'ab, har qanday odam g'idiqi barning qichig'i bor demamdi. Qiziga iftixorli ham rozmanlik bilan qaragan Xalqay mashinaning oq divoniga joylashib o'ltirib oldi. Turdi Hasan, Naima, oyat bo'la qo'llarini pulanglatib uztib qo'ydi. Belqut şirketida ovozga elinib Belqut to'rida anglatilayotgan Uyg'ur yozuvchisi Jalolidin Bəhramnىڭ Kömürçü Bala nomli romanini bugun mushagacha anglatdik.